Mana suv, mana kirsovun. Hozir seni cho'miltiraman, zo'r tuzalib ketasan. Jamshid aka, jonga aytaydi, mana shunaqa sizga o'xshaganlarni deb xato ish qilib yurganlarning moli tuzalish o'rniga faqat orqaga ketyapti. Mana shu molimiz ham bundan ro'parasi 4 kun oldin dermatit kasalligini boshlang'ich etapida edi va biz bu xonadonga kelib davolash ishini o'zimizning sxemamiz bo'yicha to'g'ri boshladik. Xudo xolasa bugun 4-kunida egalarining o'zi aka molimni syomka qilib xalqqa ko'rsating, meni molim tuzalganini ham ko'rsin, xalq ishonsin deb chaqirgani uchun biz bu yerga yetib keldik. Hurmatli chorvadorlar va Xorazm xalqi qayerdagi bir ahmoqlarni tasdiqlanmagan ma'lumotini deb hayvoningizga har xil kirsovun, benzin, salyarka, tuzli suv bilan cho'miltirishni to'xtating. Mana shunaqa agar kasal bo'lgan molingizni badaniga oddiy suv teksangiz ham agar kasali tuzalish o'rniga faqat orqaga ketadi. Biz bu ishlarni bekarchilikdan qilganimiz yo'q. Shunchaki xalqning ichidagi xatolarni ko'rsatib beryapmiz. Hurmatli chorvadorlar, agarda sizning ham molingiz dermatit kasallik alomatlari bo'lsa yoki endi boshlang'ich formasini bilib qolsangiz, biz davolayotgan sxemadan bemalol foydalanishingiz mumkin. Sizning ham molingizda xuddi shunaqa yaxshi natija bo'ladi. Bu videoni xuddi mana shunday kirsovun bilan molini cho'miltiradigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.